UzAuto Motorsga shartnoma qilaman degan insonlar, iltimos ushbu videorolikni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Sizlarga o'zim bugun like bosaman. Bo'lishi mumkin. Akalar, yurtdoshlar, xalqim, sizlar kutgan kun keldi albatta. Cobalt Midnight Best Probek 2025 paketlar naqd olaman degan yurtdoshlarga bir sim pul kerak emas. Zavod narxi. 3 kunga aksiya. Shuning uchun aytaman-da, kiysangiz ham kavushimni qila olmaysiz yurishimni. Meni kavushimni kiyadiganlar ko'p, lekin yurishimni qilisha olmaydi baribir. Nega rostdan shunaqa beramiz? Rustam aka, mana ko'ring, eng arzoni bizda. Ular ichki bezib qila olmagan, qila olmaydi. To'ppa-to'g'ri. To'g'risi. O'zimiz UzAuto Motorsdan mashina olib turib sotyapmiz. Bu noto'g'ri. UzAuto Motorsga shartnoma qilaman degan insonlar, iltimos ushbu videorolikni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Nimaga degan joyiga Premier Avtocity UzAuto Motors avtosalonida ishlab chiqarilgan avtomobillarni 1 so'm foydasiga berishda davom etmoqda. Avtosalon rahbari O'ktam akam oldiga yetganman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Sizlarga o'zim bugun like bosaman. Bosmasanglar ham. O'ktam aka, 1 so'm foydasi siz berasiz. 1 so'm foydasi kerak. Qanaqasiga aka bu? Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi aka? 1 tiyin kerak emas. 1 tiyin kerak yo'q. Men buni ham olib qo'yaman. Sizga. Nima qilaman bu? 1 so'm pul kerak emas. 1000 so'm ham kerak emas. Mana 1000 so'mni ham kerak emas. 1000 so'm pullari ham kerak emas. Yo'q. Avtosalon zavod narxida Cobalt Midnight'larimizni zavod narxida beraman. Bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Akalar, yurtdoshlar, xalqim, sizlar kutgan kun keldi albatta. Cobalt Midnight Best Probek 2025 paketlar naqd olaman degan yurtdoshlarga 1 so'm pul kerak emas. Zavod narxi. 3 kunga aksiya. Kelinglar olib ketaveringlar. Bo'ldi. Ey, ovozam akalar chiqmayapti. Akalar, bitta narsa ko'pchilik aytadi-da, aka deydi, nimaga karillaysiz, qila olmaysiz-ku. Shuning uchun aytaman-da, kiysangiz ham kavushimni qila olmaysiz yurishimni. Meni kavushimni kiyadiganlar ko'p, lekin yurishimni qilisha olmaydi baribir. Akalar, videoga like bosib qo'yinglar. Kommentariyada chiroyli fikrlar qo'ying. So'kinish bo'lmasin. O negativchilar, so'kinmanglar. Men shu sizlar so'ksalaring ham sizlar uchun ishlayman. 1 so'm puli ham 1000 so'm puli ham kerak emas. 1 so'm foyda kerak emas. Faqat yurtdoshlar uchun zavod narxida mana qilib beraman deydiganlar konkurentimiz bo'ladimi, aka-ukalar bo'ladimi, zavod bo'ladimi, fabrika bo'ladimi, avtosalonlar bo'ladimi, omadini bersin. Lekin bizda hech kimga husumatimiz yo'q. Cobalt Best Probek Midnight'larda zavod narxida beraman. 3 kunga aksiya kelaversinlar. Mana. Akalar 2025 Cobalt Midnight avtomobillarini o'zini narxida beramiz. Zavod narxida beraveramiz. O'ktam aka, ertaga kelib O'ktamjon gapingizga javob qilasizmi degan insonlarga nima deysiz? U uchun 1 minut. Mana. Unaqa seriozli ishlar bilan monoobratdan shug'ullanadi. Assalomu alaykum. Do'stim Akulani so'zini oldim. Nega rostdan shunaqa beramiz? Shunaqa beramiz. Aka, aniqmi? hozir O'ktam aka katta ketyaptilar. 1 so'm puli ham 1000 so'm puli ham kerak emas deyapti. 1 so'm pul kerak emas. Aniqmi? Naqdga. Endi akalar, mana shu do'stim Akula endi dengizga yuradigan bola shu. Biz endi bir daryo paryo ariq parada suzib yuradigan odammiz. Akula do'stim endi dengizga yurib bu bilan unaqa seriyoz ishlar bilan shug'ullanadi. O'ktam aka, nech pul to'lov bilan chiqazib berasiz? Xo'p, bunimi? Shu salon narxi 156 millionmi, 155 million? Naqdga faqat. Naqdga. Ishtirsaniman aka desa, salon narxi nech bo'lsa shu pulni to'laydilar. Salon narxi nech pul bo'lsa shuni? Men bilmayman, 155 million qanchadirmi? 156 million, ha. 616 ming, 155 millionmi shunaqa? Qisqa salon narxini to'lasinlar, olib ketaversinlar. Nima deyapti? Bormi og'riq? Nima deyapti? Rustam aka 3 kun amal qiladi. 3 kunga. Hozir shu kecha kunduz birovda u deb bu deb gapirib o'tirmayman, hech kim bera olmaydi. Biroz jahlim chiqardi bekdan. Biroz asabini buzibdi. Do'stim Akulani bir ikkita kichkina qiltanog'i bor baliqchalar jahlini chiqaribdi. Shunga jahli chiqyapti. Aytdim, asabiylashma. Har bir odam o'zini reytingini bilish kerak, urinni bilish kerak. Kerak emas. Bunaqa bo'ladi. Tasdiq. To'ppa-to'g'ri. Mana 1 so'm foydasiz bitirsinlar. Rustam aka, mana ko'ring. Eng arzoni bizda.
Nima deyapti? Avtocity'da. Kelaveringlar. O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga Cobalt avtomobillari faqat qaytaraman. Cobalt avtomobillari o'zini pulini bo'lib to'lashga. Bo'lib to'lashga emas. Narx puliga. Narxga o'zini puliga zavod narxida beradi. Zavod narxida. Ha, bir so'm foyda kerak emas. To'lovim borki, $700, $800 tushirib berdi. Bo'lsa xalqimizga. Boshlang'ich to'lovdan ham tashqari oylik to'lovini borki, belini bo'lib tashladik. Suv tekin narxda qilib berdik. Nima deyapti? Hammasini bitta ma'lumotini beraylik. 2025 akalar midnight. Boshlang'ich to'lovi qaysi biri bu? Yo, bu emas. Bu ham emas. Mana ko'ring. Yemmas. Mana. O'ktam aka, qani ko'rsating. Bir minut. Har xil odamlar turibdi-da. Yurtdoshlarimizga bitta dangal gap aytaman. Mana bu Cobaltimiz. Akalar, Rustam, rostdanmi? Nima bo'lmasa kerak, Hazillashmayapsizlarmi? Shunaqa bo'lsa xalqingga bo'lsin. Bo'lsin, xalqqa bo'lsin. 8% ga olsa kerak, nima deyapti? Akalar, videoga like bosinglar, kommentariya fikrlaringni qoldiringlar. Shunga ham negativ yozsang, boshqa gapirmayman. Faqat shu yurtdoshlarimiz, xalqimiz uchun qilyapman. Bitta gap. Boshlang'ich to'lov 3900, 3800, 3700, 3600 kerak emas. Kerak emas. 3500 ham kerak emas. Yo'q, 3400 ham kerak emas. yo'q, bo'lishi mumkin emas. 3350 ham kerak emas. 3300 ham kerak emas. Ha, to'xtang O'ktam aka. Hozir shu yerda aka ertaga chiqazib bera olmasangiz boshim bo'ladi. Javob. Bitta gap. Yurtdoshlar bizni bilgan. Bizni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Boshlang'ich to'lov $3250 bilan boshlang'ich to'lov midnight. Boshlang'ich to'lov $3250 bilan oylik to'lovi 3.750.000 so'mga to'g'ri keladi. $316 dan 5 yilga. 316. Hamma xarajati ichida. Оформление, nomer, pasport, zapret, hamma xarajati ichida. Hamma xarajati ichida. Bir so'm pul to'lamaydilar, shu 3250 ga olib keladilar. Mana ko'ring deb olib ketaveradilar. Nima deyapti? Voy, gap yo'q. Do'stim Akula. Yana bitta narsa, bonuslar ham ichida. Hazillashma. Nima bonus aka? Benzin, pollik, mollik hammasi bor. Hamma yo'q ichida. Bunaqasi ham faqat primerda akalarim. O'ktam aka hozir Yana bitta narsa ko'zim 26 hozir. 2026 ga 25 ga 26 ha? Keyin yana bitta narsa aytib qo'yaman. Haligi bu 26 Cobaltimiz deb sotadiganlar bor. Yo'q. Bizning Cobaltimizni kuzubi 26 bo'lgan bilan tex pasporti 25. Tex pasport gapiradi. Bir xillar 26 deb sotyapti-ku, yo'q, yolg'on gap. 26 kelmagan hali. 26 kelmagan, 26 tex pasport chiqmaydi hech qachon. Birovlarning yolg'on gaplariga aldanmanglar akajon. Tex pasportni shunday olasizlar, orqada ishlab chiqarilgan yili degan joyi bor. O'shani ko'rib olinglar. Har doim mashina xarid qilganda savdogarlarda, olib sotarlarda, yana kimlardadir gapiga ishonib qolmanglar. Meni ham gapimga ishonmanglar. Ko'zlaringlar tex pasportni ko'ringlar. Biz doim aytamiz, xalq qog'oz yozib qo'yamiz. 26 birga chiqadi. Ishonmagin do'stingga, somon tiqar postingga deydi. Hozir do'st emas, aka-ukaga ishonmaydigan zamonga keldik. Yurtdoshlar, men to'g'ri achchiq haqiqatni gapiryapman, hech kimga ishonch yo'q. Ko'zingiz bilan ko'ring, mana ko'z ko'rsin, ana keyin xarid qiling. Endi qarang. Yana bir xillar yo'q mashinalarga pul olib, sharmanda bo'lib nima qilib o'tiribdi. Yo'q, men biroz yomonlamayman. Prosta ayrim aldanib qolgan yurtdoshlarimga nisbatan aytayapman. Mana shunday kelasiz, mana bu mashinani ko'rasiz, shu meniki deysiz, belgilaysiz, ko'rib turibsizmi? Sunnat akaga sotildi. Bo'ldi, ana shu mashina sizniki. Shu ko'rib turganingiz sizniki. Akalar, yo'q narsaga pul to'lamanglar, iltimos. Charchab ketdim-da. Gapira, pulni beraman. Ayt. Mayli. Yo'q, puling kerak emas. Pulni beraman shu. Bo'ldi. Gapira, pulni. Shefim bo'ldi, qani gapirsin. Gapira. Gapir endi, yading. Gapim esa chiqib ketdi-da. Gapir. Pulni deshmadilar, shuni aytdim. Yo'q, pul kerak emas. Tekin senga gapir. Yana bitta narsa, Azmon. Sizni obunachilaringiz uchun boshlang'ich to'lov kamroq. Oylik to'lasa qimmatroq bo'lsa ham bo'ladi degan akalarga. Yeshin shoshma. Undan variantimiz ham bor. Qanaqa variant? Rustam aka? Yomoni bor. To'xtab tur. Mononi. Yer shariga vizit. Mononi aytma. Odamlar 4-5 ta salonga vizit desa, avtosalon aytadi, avtosalonning ichida aql etmaydi. To'g'ri. Avtokreditlarda aytadi. Mononimi deyapti? Buni aytmadik-ku hali. Buni keyin aytamiz. Birinchi mana aytib olay, so'mligini. Bo'l, tamom. So'mlik variant aytaylik. Akalar. Yangi 5 proviz bitni aytsa, so'mlik variantga hech kim aqli yetmaydi. Javob beradi. Yana aytaman. Aqli yetmaydi.
Besprabek Cobalt'ni. Berishi mumkin arava Cobalt'ni. Yarmi ulangan, kraskasi bor. yoki 5000 6000 yurgan. Bizda besprabek. Berasiz aka. Qiziqing. Necha pul Ey, boshlang'ich to'lov bor-ku. 3,5 ming emas. 3000 ham emas. Tosh metr. Ha. Necha pul deb o'ylaysiz? so'mdami? Ha. 50 million. 50 million qancha bo'ladi? 50 millionimiz 4200. Hozir pullar bilan chiqmaydi. Tekib pulga chiqadi. Yo'q, 3000 dollar ham emas. 3000 ham emas. 2,5 ming ham emas. Yo'q, hali chiqadi. Besprabek pachka Cobalt'ni 2300 ham emas. Bo'lishi mumkin emas. Nima deyapti? Xato ko'rmadingmi? Sal. Men ham sal adashdim shekilli, to'xtab turdi buni. O'zi qani, necha buyoqqa kelsiz endi videoga olyapsiz. Nima u? Qaysi o'zi? Men 2200 ham emas. bir minut to'xtang, Levoni. Bu boshqa bu. Hop, midnight ku. Yo'q. Style variantda ayting aka. Mana shu. Qarang. Cobalt Besprabek style'da ayting. Yo'q, bu nima bu? Aytamiz, Bu midnightmi bu? Style bu. Adashgan bo'lsangiz ham kesmayman lekin aka. Yo'q, so'movoy emas-da. Dusat qo'shasiz. Ya, to'xtanglar. Yerda yo'q. Ha, 1 minut to'xtanglar, 1 minut, choshmanglar. Adashmovchilik ketmadi. Boshlang'ich to'lovi bor-ku. Style'dikini. Aytma, keyin aytamiz. Bitta aytib. Midnight'dikini 2000 2005 emas. 2300 emas. emas. 2300 bilan beravermayman. Ha? Ber, xudo bersin. Sen aytsan. Ber. Xudo bersin. Xudo bersin, qo'rqtamjon sizga. Xudo bersin. Yo'q, Avo. optimal yurtdoshlarimiz uchun bor-ku. Atom zarbasini bering aka. Atom zarbasidan beraveraylik. 10 ta Cobalt. Midnight 10 ta Cobaltni boshlang'ich to'lov 2300 ham emas. 2200 olib ketaversinlar. 2200 dollar. 10 ta Cobaltga 10 tasiga. 2200 Midnight olib ketaversin. 2026 kuzov 2200 bilan olib ketaversin. Qala olasiz. Aytish mumkin. Defeki bor, braga bor, kraskasi bor, shu beryapti. Chertib ustalarni olib kelib So'mda tanlab ketasiz. 4 million 960 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan oylik to'lov. So'mda. 2300 so'm bilan Midnight. 2200 so'mdan 2200. 10 ta Cobalt. Midnightga ketdi. Aka, Mana nima deyapti? gapirmay qo'yib ketyapsiz. Yana bitta joyi bor. Style bor-ku. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 2100 ham emas. Nima qilyapsiz? 2200 ham emas. 2000 bilan berib yuboraman. Nima deyapti? Berasizmi? Bormi? Shunaqda berasizmi? Oladiganlar bormi? Kelinglar. Rustam aka, endi siz ham necha tushirib bering. Yana ozroq sabr qilsang, uyimga yurib tarqataman. 1950 dollar olib ketinglar. 1950 dollar bilan. Hazırlash. Shahriga bizni 1950 dollar bilan Besprabek style. Bo'ldi qilay. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Nima deyapti? Akalar endi. Shuni ichiga qo'liga bizin ham bor. Qo'lli bakmi? Seni 20 ta bizin. 20 ta. faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga so'movoymiz, aytib qo'ydim. O'ktam aka, ani yangilangan Cobalt ham olib kelib qo'yibsiz. Shoshib o'tir. Mamslarimiz aytmadi valyutimizni. Xo'p, Valyutimizni aytmadi. Valyutimizni. Lekin tekin qilib tashyapsiz ani. O'rtamda xudo bersin-ku. Xudo bersin qo'y bizga. Amayli. Amayli, nima bo'pti endi? Aka, dengizdan bir tomchi suv kamaysa, kamayibdi-da. Dengizga unaqa qizig'i yo'q. Bilinmaydi. o'ktam aka, bitta bo'lsin. Hozir olgan odamlar yutadi, javob. Kecha kunduz bor-ku, bitta gap aytaman, yana aytaman. Kiysangiz ham kovushimda, qila olmaysiz shuni. Nima deyapti aka? Yevropadan kelgan. Ya akalar, albatta Kayfiyat, ko'p gapimiz motivatsiya hazil. Albatta bu gaplarimiz sizlarda kayfiyatlaringizni ko'tarish uchun aytilyapti. Bizlarda do'stim bilan bizda hech qanaqa kibr, kimdir ustidan kulish yoki kimdir yomonlash, kimdir ustidan haligi hazillash yo'l nima qilish emas. Biz shunchaki o'zimiz sizlarni yurtdoshlar ekran qarshisida zerikib qolmasliklaring uchun kayfiyatlarni ko'tarish uchun. Bitta shu xalq maza qilish uchun borib duxi etayotgan insonlar bizda arzon qilib berayotgani bormi? Ha, yana bir narsa, to'ppa-to'g'ri aytding. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Xalq maza qilsa, qari bormi? Xalq maza qilsa, Yuraydi o'tib bormi, baraka? chiqsin bersin arzon qilib. Chiqadi. Gelik qanika. Gelik pastda. Gelik oldi. qani? Gelik. Shu yer turibdi. Kalitini qo'yganmiz, aka. Ha, bilasiz-ku. Ikkalasini kalitini yo'qmi-yo'q? Aytilgan so'z, otilgan o'q. Nima deyapti? Aslo izida, o'ktamjon so'zida. Qilib olmasak,
Любой joyda Bitta kelik. mana erkak meni gapiradi. Erkak meni gapiradi. Videoga chiqadi. Gapirni deysiz qiladi, qanaqa qilib. Menda 10 so'm qayerdandir 9 so'mga topildi. Misol, boshlang'ich to'lov, oylik to'lov, grafik. O'ktam aka, Rustam aka, sizlarda videoda lavzlaring bor. Vaqt maqtangansizlar, ha. Любойdan arzon beraman deb, ha? Mana aka mana grafik. Mana yerda 9 so'm beryapti. Siz 10 so'mga reklama qiluvdingiz. Mendan arzoni yo'q dedingiz. Mana sizdan arzon topdim. Shunday arzon qilib bera olasizmi deb kelsin. Agar o'sha olib kelgan grafikdan arzon qilib bermasam, Любой mashina olib ketaversin qisqasi. Uni aytayotib Charchadik. Charchadik. Asxon, necha yildan beri taniysiz bizni? 2019. 2019 mi? 19. Yo, 21 adashma. 21 mi? 21. 2021 ha. 2021 4 yil bo'ldimi? 5-yil ketdi xudo xolasa. Har doim nima deymiz? O'sha gap. Bizda arzoni yo'q. Bizni gapimizni boshqalar yoqtirmoqda. Bizda arzon yo'q. Mayli oshna. Ular ham sotish kerak-ku, mayli. Omadini bersin. Lekin bitta gap aytaman. Yuragida o'ti bor odam mana bizda arzon qilib beradi. Xalq maza qilsinmi? Akalar, Xohlaysizlarmi maza qilishni? Bir minut, mana shu yerda akalar turibdi. Aka bir gap. Mana biroq. To'g'ri aytdim. Arzon qilib beradigan odam, yuragida o'ti bor odam. Mana men 9 so'm beryapman, misol. Aka yerda 8 so'm beryapti. Chiqsin 7 so'mdan bersin. To'g'rimi? Mana xalq maza qilsin. Aytadiki bir xil. Xalq uchun ishlayapman, men uchun ishlayapman. Ya. Nima kerak bo'lmagan gap. Hamma xalqqa sotish bilan birgalikda cho'ntagiga ishlaydi. Mushuk bor-ku, mana qo'yib qo'ying, oftobga turmaydi mushuk tekinga. Mana bittasi bizib bo'lsa bizib. Men salom bahosiga beryapman Kobulda, to'g'rimi? Ular salom bahosidan arzon qilib bersa chiqarib ko'raylik qani. Biz undan ham arzon qilib beramiz. Agar salon narxidan to'xtang, bir gap, haqiqatan ham salon narxiga arzon qilib beraman deydiganlar chiqsa, o'shalardan ham arzon qilib beramiz. Salon narxidan kerak bo'lsa. Nima deyapti? Bu yerda kayf qilsin, xalq kayf qilsin. Salon narxida, zavod narxida kimdir beraman dediga, undan arzonroq beraman deb chiqsin, so'zimiz so'z, biz ham undan arzon qo'yamiz yana. Faqat xalq uchun. Ay. Sayt aytmading, xaritmiga. Boshqa kes so'moyga. To'xtang, oxirini aytib qo'yay. Mono style deydi. Oq diska. Oq diska. Boshlang'ich to'lov valutniga. Bitta aytmasmi bu? Yo, bu style. Boshlang'ich to'lov styleda 3 kunga aksiya aytib qo'yapman. Ertaga gap so'z qilmanglar. 4 kun qilib 3 kun to'xtab qilasan. Boshlang'ich to'lov bor-ku, 3300, 3200 emas, 3150, 3100 emas. 3050 dollar bilan valutnik olib chiqib ketaverasiz. 316 dollardan. 3750 Oshmasan o'g'il bola. Nima deyapsiz? Nima deyapsiz? Bunaqasi bo'lmagan. Bunaqasi faqat premyerda akalarim. Like bosib qo'yinglar. Qisqasi, Boshingiz omon bo'lsin aka. so'mga 2000 dollar bilan qo'ydi bu. 1950 dollar bilan style Kobulda olib ketaversinlar. Biz birabi 2000 Oylik to'lovi 4 million 960 mingdan. Lekin bir narsa aytib o'taman. Imkonlaringiz yetsa, valutni olinglar. Valutni hozirgacha kunduz trendda eng arzoni ham faqat premyerda. Originali premyerda. Lekin yana bitta narsa, bizlar arzon qo'yib turib, araba mashinada 70 ming yurgan, 80 ming yurgan mashinalar qo'ymanglar. Iltimos. Sal bir o'ynagan paytda, raqobat qilgan paytda chiroyli qilinglar. Yosh bolalar qo'yibdi-da. Mayli, direkt. Aytma. Yo'q, eshitdim. Besprabi qo'yapsizmi? Besprabi shot spravka qo'yinglar. Nomerlik, iragan, chiragan, kraskasi bor qo'ymanglar. Ketyaptimi raqobat? Salafon qo'yinglar. 1950 dollar bilan pachka 26 Kobult, shot spravka, mitno degan narsalar yo'q. Ustalaringizni olib kelib, tanlab olinglar. Bular yoqmadimi? Avtosalonlardan olib beramiz. Chertib olinglar. Oshna bitta gap aytsam, buncha gapni qayerdan o'rganib olding? Bilmasam. Meni ham qoldirib yubordi. Gap yo'q. Lekin bir gap. Do'stim Okula, lekin bu kishini Okula demasam bo'lmaydi. Bu bilan ancha-muncha dengizni ko'rib o'rganga o'xshaysan sen. O'shdan bitta savol beraman. Nima uchun Akula deb nom qo'ygansiz Rustam akamga? Chunki bir gap aytsam ishonasizmi? Bu rahmatli dadamni tarbiyasini olganda bu. Dadamni shogirdi-da bu. Dadam rahmatli juda o'tkir odam edi-da. Odam shuni peshkom ketaversa aytardi, nima derdi? Bitta ozgina yursin der, yurganda aytaman der, kimligini derdi. Xudodan oldin gapirish noto'g'ri. Dadam shunaqa hissat Alloh yuqtirgan edi. Odamzodda xarakterini yurishidan, ketishidan oldindan shu turib ko'rib, ana shu odam ketayotgan joyidan bilib aytardi. Mana bu odamga qo'shilsang, Murodga ketasan. Mana bunga qo'shilsang, uyatga qolasan deb.
ikki vaqt aytadi-ku, sen deydi do'stingning kimligini ayt, men sening kimligingni aytib beraman deydi. Xuddi shunaqa odam bo'lgan. U odamlar endi bir nima deydi, ko'pni ko'rgan odamlar shunaqa bo'lar ekan-da. Ko'p narsani ko'rgan odam shunday bo'lar ekan. Xuddi shunday, shuning uchun bu o'tkirda bu, dadam shogirdi. Shuning uchun menga har doim aytadi, "Ey, borma, kuyasan" deydi. Men aytaman, "Ya, o'sha yomon odam emas, yaxshi odam" deyman. "Ey, men Hojiboni tarbiyasini olganman otangda. Borma, kuyasan" deydi. Shu boraman aytganda kuyaman-ku. Kim bu aytadi, "Ko'rdingmi" deydi. "Aytdimmi senga kuyasan" deb deydi. Haqiqatan ham aytgani to'g'ri chiqadi. Endi bu folchi emas. Prosta Endi buni ham rahmiyat hayotiy aytaman. opti yo'q. Hayotiy tajriba. Tajribadan kelib chiqqan ko'p narsa. Yoshligimizdan biz xalq ichiga o'sdik, xalq ko'rdik, olomon ko'rdik. Juda ko'p. Kim nima? Kichkinaligimizda mehnat qilganmiz. Sezamiz. Shunday. Endi bir narsa, bu gaplar yana Xudodan oldin gapir yo'q. Allohdan hech odamzod hech narsa ustun emas. Shunday. Birinchi o'rinda Allohning aytgani bilan hamma narsa. Olam u hammaga ham berilmaydi xislat. To'ppa-to'g'ri. Xislat beradi, shunga qarab aytamiz. Hamma narsa Allohning fazli bilan. Bitta narsa aytaman, naqdga shu stayl kobutlar bor-ku. Stayl faqat oddiy stayl. Eng oddiy stayl, MCM stayl emas, oddiy stayl. Qara turgan. Biz ana aytganda bir xillar staylni nima deydi? MCM ning narxini aytadi, kelgandan keyin yo'q, biz oddiy staylda aytdik degan gap yo'q. Oddiy stayl, MCM emas. Ayt. Naqdga Ochildi. 13 ming emas. A? 12.900 lik, 12.900 ham kerak emas. Hazırlaşma. Kesa. 850. 850 lik, 800 ham kerak emas. Hazırlaşma. Bozor ko'rdim, 12.800 dan deyishdilar. Bozordami? Bozorda. 12.800 da deyishdilar. Sindir do'stim, narxini sindirib olish qobiliyati. 12.750 dan olib ketasizlar. Voy, Rasmada. Bozordan arzonligi. 50 dollar arzonligi. Ular eshitsachi. Kim? Ular eshitsachi. Aytmaydi bular. Men ishonaman bularga. Aytmaydi. Aytmanglar, bunaqa narxni eshitganlar. Naqdga 12.750, 20 ta benzin poliga beraman naqdga. Yo, onasini emsin. Xudo bersin. Shuncha portlat. Men o'zim hayron qoldim, to'g'risi, chunki narxini bilmayman mashinalarni. Men bilmayman, menga mana shu qo'yib Yana notarius patayzni aldayib chaqiradilar-ku. Ichida shot spravka, ichida nomeringiz o'tadi, 10 kun maza haydaysiz. 10 kundan keyin nomer taqasiz. Nima deyapti akalar, nima deyapti? Endi xo'p, tekir qoldi, gentra qoldi. Shuni aytdim. Aka bitta. 2025 Restyling Cobalt turibdi. O'sha yangilangan varianti. Yangilangan variant. Ko'pchiligiga juda oddiy. Mana ko'ring. Mana shu Cobalt style'da MCM deyiladi. O'shaga bitta o'tiringda. O'ta chiqqani. Bismillahirrohmanirrohim. Sifatingizni olaylik. Qani? Qarang. Xo'p, tablo o'zgargan. Hop, tablo o'zgargan. Tablo o'zgargan, monitor qo'yilgan. Xo'p, kim ham rulda? Ozgina Cruise control o'rnagan. Cruise control o'rnatilgan. Ha, bo'ldi. Ortiqcha narsasi yo'q. Nechta sotilyapti aka? Naqdgami? Naqd. Naqdga ish beramiz. Buni naqdga 13.000 O'zini pulini beraveramiz. 13.200 dan beramiz. 13200 dan. O'zi 13.200 dan olyapti. O'zining narxi. 13200 olinyapti. Shu spravka bu style MCM. Hop. Qaranglar. Mana o'sha yangilangan Cobalt. 26. Kuzubi 26. Kuzubi 26. Ha, Pastga ko'rish chiqadi. to'ppa-to'g'ri. Bu midnight variant. Mana bu Midnight MCM. Mana. Ko'ring. Ya, asfalt, buni qo'ying. Atrofni ko'rdingizmi, odam? Dahshat aka, men ertalab kelganman. Ayrimlar gapirib turganlarga bir ko'rsat, dars qilib qo'ying bir. Borki, bankka bitta kirasiz hozir. Hop, bitta 2 yil vaqtingizni olamiz. Bankka borasiz, ko'rasiz olasiz. Odam, bu hali bu yerda o'tirganlari hali. Akalar. Nima uchun odam ko'p kelgan degan savol berishinglar mumkin. 1 minutga pauza qilaman mana. Hamma mana shu yerdagi insonlar mana hammasi O'zbekiston bo'yicha avtosalonlarni aylanib, ana undan keyin Primerga tashrif buyurishgan. Xullas, Rahmat. sotuv bo'yicha ham O'ktamaki Liboyga O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rganingizga ishoning. Nima keragi bor yo'q narsalar gapirib. Allohga shukr, yaxshi. Allohga shukr. Nolamaymiz. Xalq uchun beryapmiz, xalq bizga ishonib kelib olyapti. Hamma layklarda ayamasin, kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldiringizlar. 5 yildan beri bitta odam haqqini yeganimiz yo'q. Burni qotganimiz yo'q. Allaganimiz yo'q, shu uchun ishlab mana, to'g'rimi? 4 yil 5 yildan beri bilasiz biz ishlaymiz. Biron kishi sizga jalba qilib, urush qilib, meni shular uxlatdi, aldadi deb chiqdimi? Yo'q. Nomeringiz turibdi har doimgidek.
Bizni orqamizda agar biron kishi zarar ko'rganda siz kelmasdingiz. Hammani o'yinga olib turibmiz, xursand qilib turibmiz. Akalar kelsangiz choy, kofe, gasinchamiz tekin har doim. Shuning uchun Viloyatdan kelgan yurtdoshlarimizga gasinchamiz tekin, zavtrigimiz tekin, obedimiz tekin. Oldin bitta odam kelsa, ikkita odam kelsa, to'rttala kelsa, aka ikkisiga to'laymiz, ikkisiga to'lamaymiz deyardi-da. Hozir ko'pchilik keladi. Bitta maoshinga 5 ta odam kelsa ham qizig'i yo'q. Joyimiz o'zimiz joy dasturda qurdik, o'zimiz joyimizda. Kelaveradi. Harolimizda. hammasi. Lekin bitta odam bitta maoshinga 5 kishi keladimi, 10 kishi keladimi? Qizig'i yo'q. Gasinchamiz. Nima deyapti? Yeb ichishyapti. Yeb ichishamiz. Yepish, obedlari ham. Endi qarang-da, arzimagan foyda qoladi shu mashindan. Naqd ko'radiganlardan bir sim foyda qolmaydi, to'g'risi. Amni aytdingmi? Yo'q. Shuni aytib kerak. Buni bor-ku, Naqdga 3200 dan olib kelasiz. mana Salon narximi? 3200 dan beradi. bitta gap. Cobalt MCM style'da boshlang'ich to'lov $3450 bilan oylik to'lovi 3750 ming, ya'ni $316dan 5 yilga. Salon bahosida qilib beramiz. Salon bahosida mayli qilib beramiz. Salon bahosi. 3200 ham shu chiqyapti. Nech pul qarang, mana hozir ko'chada, salondami, ko'chadami? Lekin bitta gap aytaman, bitta narsa aytib o'tib ketaylik. Shu bizga shu chiqarib beryapti, shunga ham rahmat. Ular hech kim bezib qila olmagan, qila olmaydi. To'ppa-to'g'ri. To'g'risi. Kerak emas. Ularga aqlimiz ham yetmaydi. Turimiz ham yetmaydi. Duximiz ham yetmaydi, to'g'risini aytamiz. To'g'risi aytish kerak. Chunki UzAvto Motors o'zimiz UzAvto Motorsdan mashina olib turib sotyapmiz. Bu noto'g'ri. Chunki shu mashina orqasidan raqobatchilarimiz bilan to'ppa-to'g'ri. Raqobat, biz uyinda ham nima deyapmiz? Biz hech kimga yomonligimiz yo'q. Faqat raqobat bo'lsin, arzon bo'lsin odamlarga. Tamom. Qiziqtiryapmiz birozda, bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q. Lekin har doimgidek aytaman akalar, iloji boricha shu gapimni iloji bo'lsa boshiga qo'yib yuborsangiz, chunki odamlar ko'rgandan birdan tushunib olsin. O'zi kreditga uy, kreditga mashin, kredit o'zi olishlaringizda hech kimga maslahat bermayman. Qurbingiz yetmasa olmaysiz. To'ppa-to'g'ri. Qarang, masalan, oylik to'lovlaringiz yoki taksi qilsangiz, shularni qilovga qilgan bo'lsangiz, olsangiz bo'ladi. Endi tavakkal, men shu mashina olsam taksi qilaman deb qilmang hech qachon. Chunki taksistlik ham yuqtirganga Alloh yuqtirgangagina yuqishi mumkin. Qila olmasdan kreditga qiynalib, ertaga to'la olmay muammoga kirmang. Kredit to'lashda qiynalib, to'la olmayapsizmi? Mashinangizni sotmoqchimisiz? Qiynalib yurgandan ko'ra olib keling primerga. Biz sizni vaziyatingizni o'rganib chiqib, to'g'ri keladigan bo'lsa, maksimal yordam berib olib qolamiz. Chiroyli narx. Akalar, nima deyaylik yana? Videoga like tayamaylar. Premier City faqat yurtdoshlar bitta narsa, xalqimiz uchun harakat qilyapmiz. Albatta, o'zimizni cho'ntagimizni ham o'ylagan holda. Esdan chiqarmanglar. Lekin cho'ntagimizni ko'zlarini cho'ntagimiz o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin juda Mizir. Biz nimadan foyda qilyapmiz? Biz nimadan foyda qilamiz? Mizir berayotganmiz sababi. Biz juda ko'p sotayotganligimiz uchun aviandan ozgina foyda turibdi. Lekin bitta gap, bir xillar bizga tashayapti. Ular birinchi arenda olib 15 ming, 20 ming dollar pul berib, bir 50 ta 60 ta bolaga olib berib ko'rsin, biz bitirishdan oldin har qiladi. Ya mayli qo'y. Yo, o'zi deb. Biz qara. Yana aytdim senga. Aytma. Kerak emas-da bu. Har bir odamning o'zini uruvini bor. Gapirma. Birovni gapirma. Mayli. Jahling chiqmasin. Ani rivoyatni eshitganmiz. Sher bilan qo'y tortishib qoladi-da, qozini oldiga boradi. Qozini oldiga borsa, qozi qo'y Sherga haypsan beradi. Sherga haypsan beradi. Sherga haypsan beradi. Keyin qo'y ketgandan keyin qozidan sher so'raydi, nima uchun qo'yni aybsiz deb chiqazib yordingizmi? Mana aybdor qilib qo'ydingiz bu yerda desa, sizni aybingiz qo'y bilan tortishgan ekan. Men demoqchi bo'lganim, to'g'ri, kerak emas. Aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, kerak emas. O'zingizni uruvingdek insonlar. To'ppa-to'g'ri, biz kerak emas. Hammasiga Alloh bersin, hech kim biz raqobatimiz yo'q. To'ppa-to'g'ri. Janjalimiz yo'q. Prosta qizig'roq bo'lsin deb. Ha, shunday. Biz iloji bo'lsa, endi nima demoqchimiz? Biz bu gapimiz bilan maqtanish yoki kibrlanish emas. Prosta biz hech kimni gapirmaymiz-ku, bilasiz-ku o'zi, gapirmaymiz. Hamma omadini bersin. Bizni gapiradilar. Hamma omadini bersin. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, hamisha hamma vaqt bo'lsinlar. Bizni hech kimga husumatimiz yo'q. Omadini bersin. 2 ta sotadimi, 10 ta sotadimi, 100 ta sotadilarmi? Omad akalar, raqobatchilarimiz takdirja gazini bosinglar, bizdan 10 barobar zo'r bo'lib ketinglar. Iloyim.
Duo qilaman. Do'stlar omon. Do'stlar omon bo'lsin. Mana shuni bitta farqlar tushuntiraylik. Bitta ko'ring. Xo'p, bu Midnight'imizni MCM akalar. MCM, Bu, qora fari. Xuddi o'sha Midnight'ni bilasizlar, diskas qora bo'ladi. Mana bu bokovoy qora bo'ladi. Faras qora bo'ladi Midnight'da и Midnight'da MCM'ni farqi. Buni mana qarang. Buni nima tarafi zo'r? Kojinniy sidenya. Sidenyalari уже buni kojinniy bo'lgan. Aha. Cobalt'da MCM'i именно Midnight'niki sidenyasi kojinniy chiqqan, zavodskoy. И torpedolar Cruise control, rullar, уже monitor и mana bu ko'ryapsiz qanaqa? Уже voshi boshqacha. Obshipkalari ham mana materiallik ko'ryapsizmi? Hop. O'zi materiallik bo'lmaydi-ku Cobalt'niki. Plasmas bo'ladi. Bo'ldi. Obshipkalari ham hamma yo'q qora bo'lgan. Ha. Torpedalari ham qora bo'lgan. Ha. Chotki, voshi boshqacha chiqqan. Cobalt MCM'i umuman boshqacha chiqqan. Mana shuni imkonlaring yetsa olishingni maslahat beraman. Lekin yana bitta gap o'rinda aytib o'tib qo'yaman. Ochiqcha gap aytaman. Otmi, eshakmi, qaysi hayvonga zarchopon kiygizasizmi? Uni ustiga tillodan qilingan egar mindirasizmi? Yana nima deymiz? Ustiga haligi nima tilloni suvni yugurtirasizmi? Faqat baribir Cobalt. Bu. Hech narsa o'zgarmaydi. Diskasini qora qilasizmi? Sidenyasiga koja kiydirasizmi? Mana bunaqa monitor qo'ydirasizmi? Mana bunisini qora qilasizmi? O'sha Cobalt baribir o'sha Cobalt. Maslahatim iloji bo'lsa, o'sha Cobaltni stylmi, Cobaltni oddiysini olaverganlari ma'qul. Nima arzon bo'lsa Cobaltda bir xil funksiyasi. Bir xil. Hech qanaqa Monitor qo'shildi, tablo yangilandi. Endi bitta gap aytayim, bizda shu ozgina bu yog'ini yangilaydi. Sotiladi, ha. Yangi Cobalt chiqibdi. 2026 Cobalt ko'rdingizmi? Trendga chiqadi. Kerak emas. Eng arzon Cobalt avtomatda olaverish kerak. Gazini bostirasiz. Ha? Necha pul qilib berasiz? Bunimi? Ha. Xo'p. Buni boshlang'ich to'lovini hurmatli yurtdoshlarga boshlang'ich to'lovini $4100 bilan qilib beraman. Oylik to'lovi shu $316 dan, ya'ni 3750 mingga chiqadi. 4100 dan qilib beraman. Naqd pulga? Naqdga buni necha pul qilib beramiz, do'stim Akula? Oybek, necha pul qilib beramiz? Buni bor-ku 14300, 14400 yo 14200 emas, 14100 ham emas. 14000 ham emas. 13950 ga 900 dan qilib beramiz, adashmasam. 13900 dan. Ha, o'ziga. Ketaverdi. Qani, do'stim Akula? Xo'p. Trackerchi. Qisqasi buni ham o'sha lavz bozor narxi necha pul bo'lsa, buni Cobalt MCMda bir so'm foydasi kerak emas. Bozorda necha pul sotib turgan bo'lsa, naqdga, egadan shu narxda beramiz. Bir so'm foyda kerak emas. Kerak emas. Yo'q. Necha pul bo'lsa, egaga sanab beradilar. Menga bir tim pullari kerak emas. Ana shunday. Nima deyapti? Bormi? Kiysangiz ham kavushimni qila olmaysiz. Yurishimni. Endi kulinglar. Yurishing o'zi bir qiyshiq bo'lsa, kulinglar, kulaveringlar. Akalar, sizlar kulganlaring bilan men bir qiyshiq bo'lib qolmayman. Lekin jonlaring sog' bo'lsin. Omadinglarni bersin. Kelinglar. Zavtrigimiz, obedimiz, gastitsamiz tekin. Bolalarimiz xizmatda, notariusimiz, nomer, qisqasi hamma bank, hammasi sizlar xizmatlaringda. Jonlaring sog' bo'lsin, omadinglarni bersin. Bu Cobaltlardan tashqari любой O'zbekistonda chiqayotganmi, chet elda ishlab chiqarayotgan mashin bormi? Любойni xohlang so'movoy, xohlang valyutnida qilib beramiz. Kelaverasizlar azizlar. Trading xizmatimiz ham bor. Eski mashinalaringizda araba bo'lib qolgan bo'lsa ham olib qolib, o'rniga o'rin yangi mana shunaqa mashin mindirib yuboramiz. Boshlang'ich to'lovsiz mashin so'raganlarga boshlang'ich to'lovsiz ham qilib beraveramiz. Nima deyapti? Garovga Toshkent shahar va Toshkent viloyatida uyingiz yoki do'stingizning bironta mashinasi bo'lsa, akukangiznikimi garovga qo'yib, bir so'm boshlang'ich to'lov sotib. Garov deganda, hurmatli yurtdoshlar, kimnidir nomiga o'tkazib bermaysizlar. Prosta taqiqda qo'yib qo'yamiz. O'zingiz nomingizda turaveradi. Bu mashinani ham nomlaringga o'tkazib beramiz. Hamma xarajat ichida. Xohlaganlar uchun $500, $1000, $1,500 qo'linglarga pul ham beramiz. Akalar, jonlaring sog' bo'lsin, qisqasi omadinglarni bersin. Nima deyapti?